Tomoshabinlar ko'rkam aktyor Burak Denizni Malikam endi qara serialidagi Murat roli orqali yaxshi tanishadi. Burak Deniz 1991-yil 17-fevralda Istanbulda tug'ildi, ammo Izmitda maktabga bordi. Bunga sabab shuki, ota-onasi ajrashgach, Burak onasi bilan buvasinikida yashadi. 2014-yil aktyor bedavo dard tufayli onasidan ayrildi. Bu uning uchun og'ir zarba bo'ldi. Burak bolaligidan kino ko'rganda o'zini qahramonlar o'rniga qo'yar va ekranning u tomonida bo'lishni istardi. Bu istak Burakni Istanbulga chorladi. Oila a'zolari uning qarorini ma'qullashdi, dalda berishdi. Shunday qarorga kelgan Burak ko'p o'qishni, filmlar ko'rishni, kuzatishni, aktyorlik mahoratidan dars olishni boshladi. Menejeri Gokche Doruk Erten boshidan Burakni qo'llab, maslahat berib keladi. Burak San'atshunoslik universitetida o'qidi. Uning aktyorlik faoliyati 2011-yil Kolshdagi Hayot serialidan boshlandi. Bu serialda u Onur rolini o'ynadi. Serialda shuningdek o'zgachilik va furqanandich suratga tushdi. 2012-yilda Burak Nurgul Yeshilchay bilan Sulton serialida suratga tushdi. 2013-yilda esa Qochoq serialida o'ynadi. Bu rol uni tanitdi. Loyihada u Görkan Uygun, Berk Hakman, Yagmur Tanrisevsin bilan birga ishladi. Premyeradan so'ng artistni boshqa loyihalarga taklif qila boshlashdi. 2015-yilda Burak ommabop Suv ko'tarilishi seriali aktyorlar jamoasiga qo'shildi. Aktyor unda Arasni o'ynadi. Bu serialda Chag'atay Ulusoy va Serenay Sarikaya bilan ishladi. 2015-yilda unga Jajji Yoqimtoy Yolg'onchilar serialidan rol taklif etishdi. Burak unda To'prak ismli yigitni o'ynadi. Bu loyihada u bilan birga Bushra Develi, Bensu Soral, Shukru O'zyildiz, Dilan Chechik Deniz kabi aktyorlar jamoasi suratga tushdi. Serial amerikaliklarning Yoqimtoy Yolg'onchilar dramasi g'oyasi asosida yaratilib, Turkiyada yaxshi ommalashdi. 2016-yilning boshida Burak Tun malikasi serialida Mertni o'ynadi. Serialda bosh rollarni Murat Yildirim va Maryam Uzerli ijro qildi. Turkiyada namoyish etilgan paytida drama reytingi asta-sekin tusha boshladi. Bu esa Maryamning gonorari kamayishiga olib keldi. Aktrisa suratga tushishdan umuman voz kechmoqchi edi, lekin loyiha baribir yakuniga yetkazildi. Natijada serialni namoyish etish huquqini 70 ta mamlakat sotib oldi. Bunday muvaffaqiyatga erishish uchun ko'lamdor PR kampaniya o'tkazildi. Aktyorlar tez-tez Kanga borib, turli taqdimotlarda va telekanallar vakillari bilan uchrashuvlarda qatnashdi. 2016-yilning yozidan aktyor sevgi gapni tushunmaydi. Malikam endi qara serialida suratga tusha boshladi. Loyiha qisqa vaqt ichida tomoshabinlarga sevilib, reytingda yuqori o'rinlarni egalladi. Bu loyihada uning sherigi Hande Erchel bo'ldi. Serial muvaffaqiyati o'rtacha bo'ldi, ammo YouTube'da yaxshi ko'rildi va dunyoning 30 dan ortiq davlatida namoyish qilindi. 2017-yilda Bizning qissamiz serialida Burak Hazalkaya bilan birga ishladi. Amerikaliklarning Uyatsizlar seriali remeyki bo'lmish bu serialda Burak bosh rolni o'ynadi. Ilk qismni 16 million kishi ko'rdi. Teleloyiha xorijda ham namoyish qilindi, ayniqsa Hindistonda yaxshi ommalashdi. Bu davlatda Bizning qissamiz 110 million marta tomosha qilindi. Shu yili Adnan Menderev universiteti eng yaxshi televizion aktyor sifatida Burakni mukofotladi. Burak 2017-yilda sevgilisi Bushra Develi bilan O'rtada filmida suratga tushdi. O'smirlarga bag'ishlangan Aran dramasi Burakning ham ssenariynavis va rejissyor Mutunchning ham to'liq metrajli kinodagi debyuti bo'ldi. Bu film Rimda o'tkazilgan mustaqil kino festivalida, shuningdek, Buyuk Britaniyadagi festivalda ham namoyish etildi. 2020-yilda Burak Dilan Chechik Deniz bilan Tugamagan sevgi web serialida o'ynadi. 2021-yilda aktyor Alina Boz bilan Marashlik serialida suratga tushib, maxsus otryad ofitserini o'ynadi. Bu loyiha tomoshabinlarga manzur bo'lib, reytingda yuqori o'rinlarni egalladi. Loyiha Burakning so'nggi 5 yil davomidagi eng omadli ishlaridan biri bo'ldi. 4-qismdan so'ng serial namoyishi vaqtincha to'xtatildi, chunki Deniz koronavirusga chalinib qoldi. Qizig'i, drama muvaffaqiyatiga qaramay, ATV telekanali loyihani uzaytirmaslikka qaror qilib, bitta mavsum doirasida tugatib qo'ya qoldi. 2022-yilning yozidan aktyor rejissyor Ferzan O'ztepekning Tushunmovchilik tomoshasi serialida suratga tushdi. Italiyaliklarning bu loyihasida Cristiano Capatondi va Edoardo Scarpetta ham suratga tushdi. Melodrama premyerasi Disney Plus servisida bo'ldi. 2023-yilda Denizning filmografiyasi rejissyor Umur Turagayning Shahmaran seriali bilan boyidi. Bu loyihada Serenay Sarikaya
va Mert Ramazon Demir ham suratga tushdi. 2023-yilning kuzidan butkul boshqa odam seriali namoyishi boshlandi. Tomoshabinlar loyiha oxirini 2024-yilda ko'rishdi. Tomoshabinlar Burakdan bu qadar iste'dodli ijroni kutishmagandi. Serialda aktyorning bir-biriga umuman o'xshamagan ikki qahramonni gavdalantirishiga to'g'ri keldi. Loyihada uning sherigi Hande Erchel bo'ldi. Burak Denizning shaxsiy hayoti ham voqealarga boy. U 2015-yildan aktrisa Bushra Develi bilan uchrasha boshladi. Ularning munosabatlari Jajji yoqimtoy yolg'onchilar serialining suratga olish maydonchasidan boshlandi. 3 yil o'tib, 2018-yilda ularning munosabatlari barham topdi. 2020-yilning oxiridan Deniz supermodel Didem So'ydan bilan uchrasha boshladi. Juftlik birga yashay boshladi. Lekin 2021-yilning oktyabrida aktyorning model bilan ayrilishgani ma'lum bo'ldi. Matbuotchilar bunga So'ydanning ichki kiyim reklamasida suratga tushishidan noroziligini sabab qilib ko'rsatishdi. 2022-yilning bahorida Denizning Didem So'ydan bilan munosabatlari tiklangani haqida xabar tarqaldi. Lekin dekabr oyida ular yana ajralishdi. O'sha yili obunachilar Burakni diyetolog Shahik Erjumen bilan yaqin munosabatda deb taxmin qilishdi. 2023-yilning kuzida esa Denizni Bestemsu O'zdemirga oshiq bo'lgan deb gapira boshlashdi. Mashhurlarni birga ko'ra boshlashdi. Burak Deniz ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yangi suratlarni faol e'lon qilib turadi. 2020-yilning kuzida Izmirda Denizning otasi infarktdan vafot etdi. Ota-onasi ajrashganiga qaramay, Burak otasi Tiaman bilan muloqot qilib turardi.